qizlar bilan uylangandim. Xotin bo'lishi qarang. Murod! Ha! Kelin uydami? Nima desang kelmas? Shu to'q so'yaylik. Nima ustimdan kulsa kelding meni? Nimaga kulaman? Hay mahallada bittasi ana xotining qassob. Endi ishim tushyapti. Xotin, Ha? senga xiyonat qilsam nima qilasan? Chopaman. Yangam qayerdalar? Nima ishing bu? Yaqinda to'yimga uylanaman, shunga mol so'ydiradilar demoqchi edim-da. Ey, nima hammangdan? Kulsa kelasanmi? Oxirgi o'zingiz so'yib bering bo'lmasa. Ondan qo'rqaman. Chaqirishimda. Biloza, qaragan mol so'yish kerak. Xotin, men yonma tegdi. Ayol kishiga yarashadigan ish qilsang-da. O'z qiling ha, mujik. Men qondan qo'rqaman. Bilaman. Shu uchun o'zim qilyapman-da. Kelin vaqti bormi? Vaqtga nima ishing bor? Bachama sunnat to'y qilib o'tirgandim. Hay, mol so'yish kerakmi? Yo'q, sunnat qilish kerak. Jonbek, ket. Ket hozir, ket. Ket hozir o'zing sunnat qilaman, ket. Qishlog'im, sirrochli muhim xabar. Ertalab qishlog'imizga shaxsan hokim buvani o'zlari kelyaptilar. Birontang uxlamaysan. Ertalabgacha mahallani hamma joyini asfalt qilamiz, obod qilib, ko'kulkacha qilmaymizmi? Jenskiy sovet o'zingiz nazorat qilasiz, tushundingizmi? Xo'p bo'ladi, raisim. Bir kishi hamma uchun, hammamiz hokim buva uchun. Qani, qarsak. Aytma, Ha, hokim kelsa mazza bo'lar ekanda. nimaga? Mahallamiz obod bo'ladi, qishlog'imiz asfalt bo'ladi. Meningni eri bo'ladi. Qilib yo'qolay taytu. Nima rais chaqirtasan? Hammaga ishga davay. Davay, hamma tarqal. Tez. Hokim buva kelguncha qilaylik ko'kulkacha. Daqqa Jenskiy sovet. Rais. Men ketdim, odam kam, odam olib kelaman. Sen nazorat qilib tur, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, raisim. Sen kim, Madonnami? Yo'q, Sapargul. Nima achib taqvagansiz, Sapargul? Voy. Ishlang. 25-mayda nimalar bo'ladi? Bugun juda ham ko'p qizlar xotincha xunuk makiyaj qilib kelishadi. Qop-qora junli oyog'iga oppoq kapron kiyib keladiganlar ham topiladi. Bolalar qattandir kaptar ko'tarib kelishadi. Maktab bilan xayrlashib qo'l silkiymiz. Mana bola qo'l silkib xayrlashmasa ham bo'rardi, hidiga ko'nglim aynib ketdi. Bugun qizlar hayotidagi eng xunuk raqsga tushishadi. Bolla yemagan hazillar qilishadi. O'li agar 11 yildan beri bu hazillarga tushunmay yuribman. Keyin mahallaning eng g'iybatchi xotinlari kelishadi. Bilasizlarmi nimaga kelishadi? Shokir akaning qizini ham yozding. Valsda belidan ushlabdi. Beradan ushadi. Endi kelin qilmaymiz. Vals tushganlarni yozib olgani. Bugun itga ham bitga ham faxriy yorliq beriladi. Shodiyori 11 yil o'qib birinchi olgan faxriy yorlig'i shu. O'qituvchilar 25-mayda hech qayerga bormasligimiz haqida tilxat yozdirib olishadi, lekin hamma boradi. Bugun bolalar maktabni bitirganiga xursand. Qizlar bo'lsa doimgidek yig'laydi. Hamma yo'qolib ketish yo'q, xabar olib turamiz, oqibatda yo'qotmaymiz deb va'da beradi. Lekin foydasi yo'q. Bularning ota-onasi ham va'da berib yo'q bo'lib ketgan. Bugun hamma bir-biri bilan xayrlashadi, chunki bugun oxirgi kun. Lekin ertaga ona tilidan imtihonda hammamiz ko'rishamiz. Hali yana 10 ta fandan imtihon topshirgani kelganda ko'rishimiz kerak. Oxirgi kunmish. Sinfdoshim, qayerda bo'lsang ham mana shu qora ko'zlarni unutib olma, xo'p? Nadayel! Yig'ishlar hamma ish pishingni. Qachongacha begona yurtlarda birovni xizmatini qilib yuramiz? Sal o'zimiz uchun dam olishni o'rganaylik-da, yeyli. Ishlab keldik-ku. Ha, ish. Ishda bo'lib ketaylikmi mana shu o'rmonlarda? Peterni ko'rdingmi, shaharni ko'rdingmi birov marta sen megajek? Yo'q. O'rmonda yurasan, tin kesasan, bu qilasan. O'zimiz uchun dam olaylik. Oylik oldingmi nachalikdan? Ha, kecha avans olganmiz. Da, pulingni ol, bir dam olib kelamiz odamga o'xshab. Unga patent to'lash kerak-ku. Patent! Bor ana qiz, 1 million ta odam o'chirib turibdi. Umringning yarmi o'sha yerda o'tib ketadi. Nima qildingsan, ha? Ha, o'sha pulga patrlab ichaylik. To'g'ri aytyapti, o'zimiz uchun ham mazza qilib yashaylik bu hayot. Молодец. Senga почетный gрамота berdi, fal yo'llab berdimi? Hech narsa bergan. Bermaydi, odam oldi o'zing uchun. Buyruq olaymi?
Qo'ltig'ingga sabab ketasan, buni nima qilasan? Qo'y joyiga. Assalomu alaykum, здравствуйте. Alaykum Bu qizimiz сколько стоит? 1000 кадрик. Один фотка 1000? Aytaylik necha? Onang nima g'ibaki? Muhabbat xolayni qizimizni ko'tarib olding. Pulini beramiz deding-ku. Aman bitta fotkaga dedim. Ha, fotka dedingmi? Ha, Men boshqacha eshitibman-da. Mana. brat. Kushi его. Ne kushi iltimos. Kushi. Tanacha maza qildi lekin. Patent puli ham ketdi-da. Yana patent dedi mana garan. Men senga aytdim, o'zing uchun yasha dedim. Patent bilan tug'ilganmisan. Kim uchun yashash kerak ekan? O'zing uchun yasha. Otangga rahmat. Da qorni och qoldi, bu joyga borib ovqatlanaylik. Uyga pul jo'natishim kerak edi, kalbasa yeyuraylik. Kim uchun yashash kerak dedim hozir. O'zim uchun. Qachongacha rossiyskiy kolbasa yeysan? Undan ko'ra milliy taomlar yeyaylik. Atkuda? Atuda. Joycha qanday? Zo'r. Lekin pulimiz kam qoldi-da, oshna. Qimmat emasmi? Oshnasan pul deb o'lib ketasan. O'zing uchun yasha dedimmi sen jinniga? Bu choyxona plov o'zimizni o'zbek akalari ochgan. Peterning kindigida joylashgan, Liginskiy metroda. Ya'ni ovqatlarni yeb xuddi O'zbekistonda yurganday bo'lasan. Bo'pti, nima yeymiz? Qurtob yeysanmi? Ha? Qurtoba yeysanmi qiladi bular. Bu donormi? Donar, Turetskiy bu. Qara. Alo, bunga pishirib yesang bo'ladi. Davay, shotni berlaring. Oshna, senga rahmat. Bir kun yashasak ham xo'rozda yashadik. Davay, xo'roz, ko'chaga chiqib turinglar. Men pulni beraman. Orqangga qarama. Bobur, молодец, zo'rishga. Brat, buni marketing deydi. Ertaga qurilishga boraman. Ularga ham bitta motivatsiyani beraman, mana shu salishni polni to'ldiraman. Bugun pulni tashlab yuboring, brat. Bugun tashlab olamiz. Hali banyadan ham olishim kerak. Qalay bo'ldi oshnalar? Endi bitta masachi, a? Pul qolmadi-ku oshna. Вообще qolmadimi? Yo'q. Unda borarman unga pulni ishlar nima qilib o'tiribsan? Shibalsa atsuvda. Shibalsa.